105 kvadrat metrlik kvartiramiz sotuvga chiqibdi. 3 xonali полноценный bo'lyapti kvartiramiz. Keling, birma-bir xonalarni tomosha qilsak, mana bu gостевой bo'lyapti. Yumshoq mebel, so'su katta 71lik televizorlari ham mavjud. Keling, marhamat bilan bu yerda prixoshkasi, разделный, sanuzellari bo'lyapti. Keling. Marhamat. Hamma jihozlar bilan jihozlangan. Mana bu yerda kirib kelish qismi bo'lyapti. Kvartiramiz Novostroykaning 9 etajli Novostroykaning 9-qavatda joylashgan. Mana bu yerda kattalar uchun yotoqxona, hamma jihozlar bilan jihozlangan. Kvartiramizda ikkita konditsioner обязательно qo'yib o'tilgan. Va mana bu yerda o'zining oshxonasi, siralni, gaz plita, hamma jihozlar jihozlangan, xolodilnik qo'yib berar edilar. Va mana bu yerda bolalar uchun yotoqxona. Kvartiramizning narxiga keladigan bo'lsak, 88 ming AQSh dollari va yana chiroyligina savdo qilib beramiz.